Payg'ambar alayhissalatu vassalom boy bo'lganlar. Kambag'al bo'lganlar endi vaqti kelganda boy ham bo'lganlar. Aytganlar-ku, tillani chopib tarqatganlar. Yo'inki sahobalarda ham shunaqa bo'lgan. Hazrat Usmon roziyallohu anhu, Hazrat Abu Rahmon ibn Avf roziyallohu anhu, ko'p sahobalar, Hazrat Abu Bakr ham boy bo'lganlar. Qul ozod qilish oson emas, nechta qul ozod qilgan. Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahullohning bir kitobda yozgan gaplari bor. Rasululloh akram alayhissalom boshliq 11 ta sahoba adashmasam, 30 mingdan ortiq qul ozod qilishgan. U pulga ozod qilinadi-ku, bekorga ozod qilinmaydi. Oysha roziyallohu anha o'zi 10 lab, 100 lab pul ozod. Pul bo'lmagan emas, bo'lgan. Tasarrufi to'g'ri bo'lgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda bunga ishoralar ko'p. Va la tansa nasibaka minad dunya. Dunyodagi nasibini ham unutma. Va bitaghi fima atakallohu darul akhir. Alloh bergan dunyo bilan oxiratni top. Oxiratni qo'lga kirit. Dunyodagi nasibini ham unutma. Mana shundoq bo'lish kerak. Shu ikkisini oralig'ida bo'lsa, ana shunda dunyo qalbga kirmaydi.